Assalamu alaykum hurmatli savatdaşlar. Tayba darsxonamizga hoş geldinglar. Biz bugün fiqh darsimizning 29-darsini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda ilgirki soatlik darsimizning davomini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda ro'za haqida to'xtalayotgan edik. Biz bugun shuning davomini o'qiymiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ma yufsidus sawm. Ro'zani buzadigan ishlar. Endi ro'zani buzadigan ishlar ikki turga bo'linadi. Birisi ro'zani buzadi, uning qazosini qilish vojib bo'ladi, kafarat ketmaydi. Yana bir turlik ro'zani buzuvchi ishlar bor. U ro'zani buzish bilan birga uning qazosini qilish vojib bo'ladi, shundaqla kafarat ketadi. Biz buni ikki turga ayirib tushuntiramiz. Unda bo'lsa biz birinchisidan kelaylik. Birinchisi naw'un yujibul qado faqat. Faqat shu buzgan kunning ro'zasining qazosini qilishli vojib bo'ladigan ro'zani buzilgan ishlar. Kafarat ketmaydi. Ular qaysi? Birinchidan ayyatanawala ma laysa bighiza wala fi ma'na al-ghiza wa huwa ad-dawa. G'iza bo'lmagan, ya'ni yemeklik bo'lmagan narsani yeyish va yemeklik ma'nosidagi, ya'ni yemeklik bo'lmagan bir ma'nodagi narsani yeyish bu ro'zani buzadi, lekin kafarat ketmaydi. U nima degan vaqtimizda, masalan, bir odam tumirni yegan bo'lsa, qasddan ro'za buzadi, qazo vojib bo'ladi, pidi vojib bo'lmaydi. Ya'ni bu g'izo emas, shundaq-ku, g'izoning ma'nosida mu emas. Yoki dora g'izo emas. Shundaqla g'izoning ma'nosida mu emas. Dorini qasddan yegan bo'lsa, o'zrisi yo'q, kasal emas. Qasddan yedi, ro'za buzildi, qazosini qilish vojib bo'ladi, bir kunga bir kun tutadi, lekin pidi ketmaydi. İkincisi ayyatanawala g'iza aw dava li'uzrin shar'i. Shar'i özrü tüpeyli yemeklik yedi. Yoki doğru yedi. Kisel, yoki mecburlandı, yoki sefer üstüne qo'zg'abak echib chidayolmay yiqilib qog'ili qopdi. Demek bir özrüsü var. Bunday holatda ya yemeklik yegan bo'lsa qasddan yoki doğru yegan bo'lsa ro'za buzadi, shu bir kunga bir kun ro'za tutadi. Kafarat ketmaydi. O özürler mesela kisel, sefer, mecburunluş, hata yapsalish mesela. Asli unutup kalmadı, lekin hata yapsaldı. Yemeydi, hata yapsaldı. Yoki onunki ro'zani so'ndirib qolganini bilmaydi. Üçüncüsü iza qada shahvatul farj g'ayri kamila. Ya'ni shahvatini kam ado qilgan bo'lsa, ya'ni shahvatini kam qando'gan bo'lsa, shahvatini kam qandurishgan qanday desa, ayol bilan suyashdi, inzal yüz berdi. Yoki ayolning qo'lini tutdi, inzal yüz berdi. Buning ro'zasi buziladi, kafarat ketmaydi. Ya'ni ka inzalil mani bi qabla aw lams. Ya'ni ayolni tutish orqali yoki suyish orqali inzal yüz bergan bo'lsa, buning ro'zasi buziladi. Shu kunninki kafarat ketmaydi. Ana ikkinchisi naw'un yujibul qado val kaffara. Qazosini qilish shundaqla kafaratni vojib qiladigan tur. Qaysi ishlar shundaq ham kafaratni ham qazoni vojib qiladi? Birincisi yemeklikni yoki o yemeklikning ma'nosidagi narsani shar'iy o'zrisiz yeyish. Bir odam non yedi yoki suv ichdi yoki shuning o'xshagan odamning ko'ngli tortadigan bir narsani mevchu bo'lsin, nim bo'lsin, ya'ni aw fi ma'nahu deganimiz yemeklikninki ma'nosidagi deganimiz, ya'ni yemeklikka o'xshash odamning ko'ngli tortadigan bir narsani hech qanday o'zrisiz holatda qasddan yegan bo'lsa, unutib qolmadi, bundaq yegan bo'lsa, bu odam shu kunning qazosini qiladi, shundaqla kafarat beradi. Nim bilan kafarat beradi? Biz buni tuanda so'zlaymiz. Masalan, yeb ichishga o'xshash, tamaki chekishga o'xshash, ad-duxonul ma'ruf, tamaki chekkan bo'lsa qasddan. Ikkinchisi shahvatini to'liq qando'gan bo'lsa, ya'ni ayol bilan jinsiy munosabat o'tkazgan bo'lsa, buning ro'zasi buzish bilan birga kafarat ketadi. Kal cima fil qabli aw ad-dubur. Endi kafaratning miqdori qanchalik desak, kafarat ya bir qul azod qiladi. Qul yo'q, shunday azod qiladi. Qanday qiladi? 60 kun orqama-orqa ro'za tutadi. Orliqini uzib qo'ymay tutadi. Agar uni topolmasa, ya'ni uni qilishga qodir bo'lmasa, 60 miskinga tomoq beradi. Bu ixtiyoriy emas, tartib bilan keladi. Qul yo'q, shunday ikkinchisiga o'tdik. Qanday qilamiz? 60 kun ro'za tutamiz.
yaşasak, sağlam bolsak. Agar bunu tutuşqa qodir bo'lmasak, 60 miskinga tamoq beramiz. Endi nima ishlar ro'zani buzmaydi? Ma la yufsidu sawm. Ro'zani buzmaydigan ishlar tuandikicha. Birinchisi al-akl aw shurb aw al-jima' nasiyan. Unutib qilib Ramazon ekanligini, Ramazonning birinchi kunisi ekan, kunab qolgan xuy bo'yicha yeb saldi, ichib saldi yoki qilib saldi, bunday holatda ro'zasi buzilmaydi. İkincisi inzalul mani binaz aw fikr. Qarash yoki o'yinish orqali inzal olgan bo'lsa, mani inzal olgan bo'lsa, qana qilmaydi, ro'zasi buzilmaydi. O haram bir resimga qaradi yoki bir shahvat, bir xiyonlik qilgan bo'lsa, bu bir gunoh, lekin inzal olganlik qarta ro'zasi qana qilmaydi, buzilmaydi. Gerçi qarashni takrar qarab vergan bo'lsa-mu, qasdan qaragan bo'lsa-mu. Üçüncüsü ko'zga temitish. Ya'ni ko'zga temitim dorosini temitish yoki surma tortish ro'zani buzmaydi. Qon oldirish, shundaqla xashaq qo'ydirish ro'zani buzmaydi. Misvak ishiltish, hul misvak bo'lsin yoki cho'tkisi ishiltish ro'zani buzmaydi. Ig'zni chayqash, bunni chayqash tahorat olmagandimi? Tahorat olganda bo'laveradi. Yani tahoratga diqqat qilish kerak. Yani ichiga o'tib ketmaslik uchun, yani mubolag'a qilish makruh, ammo ro'zani buzmaydi. Ro'z tutganning suv ichishi yoki monchiq ichishi, suv uzishi ro'zani buzmaydi. Hatto issiqlab qilib, sagilash uchun monchiq ichgan bo'lsa, ro'zani buzmaydi. Ro'za tutquchi qasdan qilmasdan tutun kirib ketgan bo'lsa, ichiga ro'za buzmaydi. Yani duxon bila sun'i soim. Ro'za tutquchininki harakatsiz, qiliqsiz tutunning kirib ketishi. Tamaki cheksa, sanoda uchunki uni ro'za tutquchi qildi. Ammo oshxonaning oldidan o'tib ketibsa, tutun chiqib, ichiga kirib ketdi. Yoki buxnoq kirib ketdi, yoki tomoqning puruqi bunchan kirdi, rusulmaydi. Er kishininki oldi tarafiga su temitgan bo'lsa, may temitgan bo'lsa yoki ukul orqali bir narsa mandirgan bo'lsa, kasallik sababidan rusulmaydi. Ammo ayol kishining oldi tarafiga bir narsa qo'ysa rusuladi va ikkisini o'xshamaydi. Undan keyin alqayu qahran, ya'ni majburiy qusush. Bir odam o'zini tutolmagan holda majburiy qana qilib ketish, qusib ketish. Aw audatul qaybi nafsi, yoki qusuqning qayta o'zi qana qilishi, qaytishi. Qusuqninki o'zi majbur emasa, buningda rusulmaydi. Qanchalik ko'p qusqan bo'lsin. Al-qayu aqallu min mil'fam amdan. Endi qasdan qusqan bo'lsa, qo'lga barmoqni ig'izga tiqib, ig'iz to'shqichilikdan oz qusqan bo'lsa, rusulmaydi. Agar ig'iz to'shqichilik yoki undan ko'p qusqan bo'lsa, rusuladi. Qasdan bo'lmaganda, buningda qanchalik qusqan bo'lsa rusulmaydi. Qasdan bo'lganda ig'iz to'shqichilik yoki undan ko'p bo'lib qolsa, rusuladi. Undan keyin tishimizning oraliqida zo degan tomoqlarimizning parchasi qolgan bo'lsa, yevatgan bo'lsak, agar kichik nuqtdan kichik bo'lib qolsa rusulmaydi. Agar bir parcha cho'ng go'shtning birisi ig'izimizning biriga ilishib qolgan bo'lsa, masalan, og'iz cho'nroqdan bo'lib qolsa, uni yevatsa ro'za buziladi. Nuqtdan kichik bo'lish kerak. Va kana dunal hams degan shu. İza asbaha junuban walau istamarra yawman bil janaba. Junub bo'lib qoldi kunduzda, iftorgachilik yunmagan bo'lsa, namozni kechiktirib, qana qilmaydi, ro'za buzilmaydi. Chunki bu junublik ro'zani buzg'ich emas, shundaqla uxlab qolgan vaqtdagi junublik, shundaqla junublikdan pok bo'lish ro'zaning sharti emas, namozning sharti. Muskulga, terining ostiga, tumurga ukul silish ro'zani buzmaydi. Ama kash tarafiga kechiktirish yaxshi. Shamir ravayh atariya. Xushpuroq atirlarni purash bu ro'zani buzmaydi. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bizningki bugungi darsimiz, ya'ni ro'zaga aloqador bo'lgan hukmlar mushada oxirlashdi. Oxirgi kun hukm berilgan, buni sizlar ishlaysizlar. Bu sizlarga topshiriq. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, biz kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.